Barchaga salom, mening ismim Yorqin va men Minecraft youtuberman. Xullas, kun kechasi uyimda o'g'irlik sodir bo'ldi. Ya'ni nima demoqchiman? Shunchaki uyimda almas bloklar yo'qolgan. Janob Jetil, keldingizmi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Men keldim. Yaxshi, rahmat. Shu uyim mana kuxnisada. Kuxnisi? O'zingiz deyilmi shunday? Ha, bo'ldi, uyimga kiring. Men Eshikni yopish kerak-da. To'g'ri. Albatta. Mana sandig'imni bir tekshirib ko'rmaysizmi? Bo'ldi, endi tekshiramiz. Hattoki sandig'imni ichida bor narsalarni rasmga ham tushirgandim. Yaxshi qilyapsiz, yaxshi. Yaxshi ish qilyapsiz, albatta. O'zingizni tutishimiz zarur. Ko'rdingizmi? Ko'rdim. Bu ishni yopishimiz zarur. Mana telefondan rasmlarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Bo'ldi, hozir. Bu ishni yopasak bo'lmaydi, albatta. Bu yaxshi ishga o'xshamayapti. Ya'ni bu ish oson yopiladigan ishga o'xshamayapti. O'g'illarni topamiz. Ular har bizda ko'rishadi. Xuddi shunday. Mayli. Noda, bu Jetil ham hech nima hal qila olmadi. Shuning uchun janob merni oldiga borsammikan deb o'ylanib turibman. Noda, boraman. Qani janob mer nima der ekan? Xo'sh. Ungacha sizlar kanalga a'zo bo'lib turing. Xo'sh, yaxshi. Yaxshi. Xullas, o'zimni tayyor qilib olishim kerak. Ketik bo'lishim kerak janob mer. Assalomu alaykum janob mer. Kelib qol, xo'sh, nima xizmat? Xullas, uyimda pullar yo'qolgan janob mer, nima deysiz? Nima dedim? Endi nima yo'qoladi? Hammaning pul yo'qoladi lekin. Yo'q, meniki izimorotlar yo'qolgan. Qarangizga, izimorot yo'qoladi. Bloklar yana. Bu ishni juda qiyin bo'ldi deb o'ylayman. Xuddi shunday. Janob mer? Qo'y meni. Xo'p, mana janob mer. Xo'p. Bu ishni o'ylab ko'rish kerak albatta. To'g'ri janob mer, bu ishlar yaxshi emas, ya'ni qishlog'imizda obro'siga butun yetadi. Sen ketib tur, Jetil, men janob mer bilan gaplashaylik. Shunday gaplar janob mer. Bu muammoni qanday hal qilsam bo'ladi? Bilmadim, lekin bu ishni albatta politsiya bilan hal qilganimiz to'g'ri deb o'ylayman. Chunki bu oddiygina pul emas, albatta. Izimorot bloklar. Xo'p, katta rahmat janob mer. Janob mer juda ham ko'p gapiradi, shuning uchun uydan chiqib ketganim yaxshi. Agar yana so'roqqa tutib meni so'rab javoblarni izlaydi. Nima ham qilardim? Baribir shu politsiyaga ishim tushadigan bo'ldi-da. Baribir hozir politsiyaga telefon qilmasam masala qiyin bo'ladi. Shuning uchun hozir uyimga boraman-da, politsiyaga telefon qilaman va u yo'g'ini kadrda qo'ymayman. Shunchaki sizlarga xayr deb qolmoqchiman. Yaxshi, endi men uyimning eshigini yopib politsiyaga telefon qilsam ham bo'ladi. Hammaga xayr.